Tangriga shukrona bo'lsin azizim, dunyoda ayolning borligi uchun. U bizga ham ona, u bizga singil, u bizga suyumli yorligi uchun. Tangriga shukrona bo'lsin azizim, yaxshiyam dunyoda bor ekan ayol. Shunday deb biz qadah ko'targan damda dunyoni charx urib keladi xayol. O ayol, tabiat yaratgan chechak, tiriklik timsoli bo'lgan Huvaydo. Sensiz bu olamda kim edi erkak? Senmasmi olamni aylagan shaydo? Kitobda avval so'z deyilgan misol. Hayotning avvali o'zingsan azal, sengadir Qur'onning surasi Niso. Sen uchun bitilgan she'roziy g'azal. Endi rusum bo'lmish qadah ko'tarmoq, dunyoda borliging uchun farishtam. Go'yoki mushkul ish bir juft so'z aytmoq, hatto farhod bo'lib tog'ni qazishdan. Hayot esa qaynar to'zimsiz bebosh, senga qayishmoqqa fursat yo'q go'yo. Umrlar o'tadi g'aflatga talosh, sening borligingni sezmaymiz goho. Men xomush qolaman shunday kezlarda, xayolim falakni kezib qaytadir. Sha'ningga loyiq so'z bisyor bizlarda va yangrab turibdi ular qaydadir. Men esa dunyoga qilarman xitob, jamiki erkaklar nomidan budam. Ayolning yonidan o'tmangiz shitob, bir nafas qalbini tinglang uning ham. U ham yelkasini turibdi tutib, bizlarday dunyoning yumushlariga. Yonidan beparvo ketmangiz o'tib, siz ham sherik bo'ling tashvishlariga. Shu buyuk xilqatning borligi uchun vijdonlar bir lahza tortsinlar sergak. Faqat qadah emas, azizlar, bugun uni ham kaftlarga ko'tarmoq kerak.